Oshna bugun namoyish ko'p bo'ldi, charchaman ketdim. Nimasini aytasan do'stim, tezroq uyga boraylik endi. Kechib qoldi. Ketdingmi yaqin yo'ldan? Yo'q, u yoqdan do'stim uydagilar xafa tovushlar, insijislar bor deyishdi. Men mayarga ketaman. Quyon yura, ketdik, qo'rqma. Bolam. Qo'rqqanlik, oshna yur ketdik mana buni. Bo'lmasa, Do'stim, ertaga ko'rishamiz, yaxshi dam oling. Bosh. Yo'q, masdan o'qodan. Til oddiy yo'l. Ashir bola ham bekor qildi-da. Bu yoqdan yurmash kerak edi. O'zi biladi-da. Qo'rqoq. Qani, jillar pullar oldi. Hech kim yo'q. Masdan qo'rqardi. Uka, kechikirgan, nima qilyapsan? Yo'qotib qo'ydim. Qayerda uy? Ukalar, yaxshimisizlar? Bolam uy yo'qolib qolibdi. Uyni bilmaysan qadalik. Aka, g'alatimisiz? Hozir hech qanaqa bola yo'q. Ukalar g'alatimsanlar, mana turibdi-yu. Hazillashishmi? Akani o'ziga jillangan yaxshi shekilli. Aka, siz aytgan bolangiz ismi Ravshanbek emasmi? Ha, shunaqa ismi Ravshanbek edi. Aka, u bola 7 yil oldin olamdan o'tganlar. Yo'q-e. Uyga qaytish.